Barcha tirik organizmlar, shu jumladan inson organizmi uchun ham ovqat hazm qilish jarayoni eng muhim hayotiy funksiyalardan biridir. Aynan shu funksiya orqali inson organizmida tiriklik xususiyati ta'minlanadi. Iste'mol qilingan ozuqa mahsuloti dastavval og'iz bo'shlig'iga tushadi. Og'iz bo'shlig'ida ovqat parchalanishida va uni hazm qilishda yordam beradigan tishlar, til va so'lak bezlari joylashgan hisoblanadi. Umumiy soni 32 ta hisoblangan doimiy tishlar yuqori jag' va pastki jag'larda 16 tadan taqsimlanib joylashgan bo'ladi. Jag'larning markazida 4 tadan 8 ta kurak tishlar joylashgan bo'ladi. Kurak tishlardan so'ng har ikki jag'ning o'ng va chap tomonida bittadan qoziq tishlar, umumiy 4 ta qoziq tish joylashadi. Qoziq tishlardan so'ng esa ikkitadan, demak yuqori jag'da 4 ta, pastki jag'da 4 ta, 8 ta umumiy kichik qoziq tishlar. Ulardan so'ng har bir jag'ning o'ng va chap tomonida eng oxirida demak 3 tadan katta oziq tishlar. Yuqori jag'da 6 ta, pastki jag'da 6 ta, umumiy 12 ta katta oziq tishlar egallaydi. Tishlarning milkdan chiqib turgan qismi koronka deb atalib, ushbu koronka emal bilan qoplangan. Tishlarning ichki qismi bo'shliq hisoblanadi va bu bo'shliq pulpa deb ataladi. Pulpa ichida qon tomirlari va nerv tolalari joylashadi. Tishlar orqali oziqning maydalanishi bilan bir vaqtda tilning harakati tufayli ozuqa so'lak suyuqligi bilan aralashadi. So'lak suyuqligi tarkibidagi amilaza fermenti ovqat tarkibidagi uglevodlarni parchalashda ishtirok etadi. Shu bilan bir qatorda so'lak suyuqligi tarkibida lizotsin moddasi bo'lib, lizotsin og'iz bo'shlig'i shilliq pardasi zararlanganda uni tiklaydi va og'iz bo'shlig'ini mikroblardan himoya qiladi. Shundan so'ng ozuqa og'iz bo'shlig'idan halqum orqali qizil o'ngachga o'tkaziladi. Oziqning qizil o'ngachga o'tish jarayonida hiqildoq usti tog'ayi hiqildoq yo'lini nafas yo'lini berkitib, ozuqani nafas yo'liga o'tib qolishini oldini oladi. Qizil o'ngach devorda ishlab chiqayotgan shilimshiq moddalar, shu bilan bir qatorda qizil o'ngachning peristaltik harakatlari vositasida ozuqa qizil o'ngachdan oshqozonga o'tadi. Uning yuqori qismi kardial, pastki qismi esa pilorik deb ataladi. Oshqozon ishlab chiqargan shira tarkibida xlorid kislota va baqator hazm fermentlari mavjud. Ushbu hazm fermentlari ovqat tarkibidagi oqsil, yog' va uglevodlarni parchalashda ishtirok etsa, xlorid kislota oshqozonga kislotali muhitni beradi. Chala hazm bo'lgan ozuqa 12 barmoqli ichakka o'tkaziladi. Oshqozon osti bezi ishlab chiqarayotgan hazm shirasi 12 barmoqli ichakka quyiladi. Bundan tashqari jigar o't suyuqligi ishlab chiqarib, ushbu o't suyuqligi ham 12 barmoqli ichakka quyiladi. Uning vazifasi ovqat tarkibidagi yog'larni emulsiyalab, ularni parchalanishini tezlashtiradi. Ichak bo'ylab harakatlangan oziq fermentlar ta'sirida parchalanadi. Ingichka ichak devorida o'ziga xos tuzilmalar, ya'ni mayda tukchalar, vorsinkalar joylashgan bo'lib, fermentlar ta'sirida parchalangan oqsil, yog' va uglevodlar aynan shu vorsinkalardagi tomirlarga so'riladi va ushbu ozuqa moddalari qonning harakati orqali butun tana hujayralariga taqsimlanadi. Ovqatning hazm bo'lmagan qismi esa ingichka ichakdan yo'g'on ichakka o'tadi. Yo'g'on ichakda ham bir qator bezlar shilimshiq modda ishlab chiqaradi va u yerda ham ovqatning qisman parchalanishi davom etib, ular qonga so'riladi. Ovqatning hazm bo'lmagan qismi to'g'ri ichak va ovqat tashqariga chiqarib yuboriladi. Hazm qilish murakkab, ammo muhim jarayonlar.